Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi Hindiston davlatida Max klinikasiga yaqin joyda joylashgan Hazinkamiz Taras deb nomlangan Hazinkaga kelamiz va u yerda sizlarga har bir narsani obzor qilib o'taman. Do'stlar, mana sizlarga yana obzor qiladigan magazinlarda tuxumlar bor. Shunday topsa bo'ladi. Sariyog'lar bor. Pişirilgiler ham topilgan. Bunlar topilganlar, turishlar, hamma narsalar. Hamma razli narsalar. Ishlar, salfetkalar, shirinliklar, tuxumlar, quruq mevalar. Sizlarda chiqib qolsa O'zbekistondan olib kelish deganinglardan keyin bemalol kelib mana shu yerlardan olsanglar bo'ladi. Hammasi mana toza, upakovniy, hammasi oynada chiqib turibdi. Mana yoshikchalarda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Karamlar, karamlar. Hamma narsasi bor. Hattoki unlar ham har xil unlargacha bor ekan. Ovqatga solinadigan mahsulotlar ham bor. Bemalol topsanglar bo'ladigan. Keyingi narsalari idishtovoq. Masalan, mehmonxonada idishtovoq berishadi. Baribir shuni kimdir taqalab kelish o'zi taqsiga bermagan holda hamma o'zi istasa, masalan, bemalol taqallar ham topsalar bo'ladi. Mana bemalol idishtovoqlar bor. Masalan, termizlar, mana termizlarigacha bor ekan. Issiq choylar, issiq narsalar, ko'pchilik qanday qilsangiz bo'ladi. Mana ishtovoq olmoqchi bo'lganlarga ishtovoqni olib, o'zlari mehmonxonada yotganda joy beradi, hamma narsa bor, hamma sharoiti bo'lgani bilan faqat yegulik berilmaydi. O'shaning uchun O'zbekiston olib kelgan narsalarni o'zinglar yeb bo'lganlardan keyin baribir odam ovqat yegisi keladi. Chunki bemorlar kelishadi buyoqqa. Bemorlarga svej issiq ovqatlar kerak bo'ladi. Vaqtinchalik mehmonxonada turiladi. Sababi bansiga yopiladigan bo'lsa, bansiga joylashguncha mehmonxonada svej ovqat yeyish uchun bemalol hazinkalarga, magazinlarga kelib, O'zbekistonning narsalaridan bor narsalarni olib, o'zingizlar svej ovqat qilsanglar bo'ladi.